borsin soch ektirmoqchi bo'lganlar birinchi. Xo'p, soch ektirmoqchi bo'lganlar shu trixologiya o'z klinikalarimizda bor. Bizda bor, boshqa joylarda ham, Toshkentda juda ko'p. Borib, birinchi analiz topshirishlik kerak bo'ladi. Gepatitga, vichga, hammasiga, keyin operatsiyadan oldin proba qilish kerak. Bular reaksiya beradimi, yo'qmi, to'g'ri keladimi, yo'qmi preparat. Oldin bilib, keyin reaksiya bermasa, ana undan keyin boshlasa. Qaysi shifokorlarga uchrashadi? Demak, o'z-o'zidan yuqumli kasalliklardan olib keladi bitta spravka deymiz, ya'ni o'sha qog'oz, ya'ni murojaat bilan. Biz o'zimiz olamiz. Ha, o'zingizlar olasizlar. Ha, o'zimiz olamiz. Bizda laboratoriya bor. Biz hammasini olib, tekshirib, keyin qilinadigan mahalliy o'sha narkozimiz deymiz, uni proba qilib, keyin operatsiya boshlaymiz. Uydek bo'lmaydi. Salonda mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. Lekin men nimaga salonda mumkin emas deyaptilar? Men oxirgi paytda kuzatdim, mana ayollar bilishadi. Salonda hozir kiprik ekish jarayoni juda ham kuchayib ketgan. Salonlarda ekishyapti. Ya'ni o'sha qosh ekishyapti, kiprik ekishyapti. Mana bu yerdan olishar ekan. To'g'ri aytyapman. Mana bu yerdan olishadi. Hozir yana qo'shimcha qilmoqchiman. 10 kun oldin bir bemor keldilar bizga, androgenni olib aytsa, o'sha gendan o'tadigan sochlari to'kilgan ekan, muammom bor dedilar, yuragimda muammo bor, stent qo'ydirganman dedilar. Yoshlari 40 ta ekan, ularga tavsiya bera olmaymiz. Stent qo'ygandan keyin doimiy dori ichib yurishadi ular. To'g'ri. Doimiy. Plus bir tekis urmaydi. Baland bo'lib ketadi, past bo'lib ketadi, tepa bo'lib ketadi. Shuning uchun ularga biz eka olmadik, ularni qaytarib yubordik. Unaqa holatlarda ham soch ekish tavsiya bermaymiz. Demak, buni kattalar bilishi kerak. Ayniqsa stent qo'ydirganlar shu yuragiga. Bu yerda bemoringiz ham ishtirok etyaptilar. Mana jarayon qanaqa kechdi? Va ko'rib turibmiz, hozir sochlari juda ham qalin. 2024-yili mart oyida keluvdilar bizga. 25-martda. 25-mart kunimi? Avval ukalar ektirgan ekanlar bizda. Ular natijalarini ko'rib, bular kelganlar. Oldingi rasmlari ham bor bizda. Oldingi holatlari, mana oldingi holatni ko'ryapmiz. Ha, mana bular. Nega bu nimadan to'kildi? Bu lak ko'p separmidingiz yoki boshingizni o'sha ho'l holatda tashqariga chiqib ketarmidingiz? Mana hozir bu ekishdan oldin chizib olganmiz, qatga ekish. 1, 2, 3 degani nima degani bu? Oldiga ko'proq, ikkinchi degani kamroq, uchinchisi sal kamroq ekiladi, eng kam. Bulardachi ikki xil sabab bor. Men boya aytdim-ku, habitus dedim-ku. Nima deb o'ylaysiz? Nimadan to'kilgan deb o'ylaysiz mashlarda sochlar? Sizning fikringizcha? Meni fikrim endi ikki xil holat kelyapti-da. Birinchisi, mana ko'p holatda o'sha boshni genetikami yoki kasallikmi? Qurtamizda, chala qurtamiz, tashqariga chiqib ketamiz. Soch ildizlar shamollaydi va to'kilishni boshlaydi. Ya'ni haligi aqlsiz sochlar aqlli boshni tark etadi deyishadi. Endi siz aytingchi, qanaqa, nima deb o'ylaysiz? Nimaga to'kilgan? Soch bu insonni tashqi qiyofasini o'zgartiradigan bir omillardan bittasi. Masalan, keling mana, keling, bu yoqqa, mana keling. Rasmni qo'yib bering masjidga, keling. Mana qarang, Oybek. Mana qiyosiy tashxis. Bu insonda oldida boshlarida soch yo'q. Inson boshqa inson, ko'ryapsizmi? Deylik, ko'rinishlarida yoshlarga yarasha sal katta ko'rinadi, qari ko'rinadi. Endi qarang. Mana qiyosiy tashxisni qarang. Mana ko'ryapsizmi? Hozir bu inson yoshlarga nisbatan kamida 3 yoshga yosh ko'rinadi. Necha yosh bo'lishlaridan qat'iy nazar. Chunki sochlari bularga yoshlik 10 yosh alomatlar. Endi siz 10 yosh ko'rayotgan bo'lsangiz 10 yoshga. Lekin aniq yoshlardan yosh ko'rinadi. To'g'ri. Bularga bunaqa yurishlari, psixologik holatlarini yaxshi bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Nimaga desangiz, bular endi oynaga o'zlarini qarab, o'zlarida yaxshilik ko'radilar. Ya'ni ishonchlik ko'radilar. Ishonch bo'ladi. Shu bilan yuradilar. Tushundingizmi? To'g'rimi yo to'g'ri? Yo'q, biz to'kilishini so'rang, nimadan to'kildi? Bularda endi to'kilishi, qarang, to'kilishining sababi ko'p. Birinchidan, agar bularda genetik faktorni olib tashlasangiz, endokrinologik muammolar bor. Buni o'zlari biladilar. Agar genetik muammolarni qo'shadigan bo'lsangiz, bularda ko'pincha genetik. Nimaga deying? Nega? Chunki bular aytdilarki, doktorlar aytdiki, ukalari kelgan dedilar. Demak, ukada bo'lgan muammo bunda akada ham bor, ukada ham bor. Bunda hammamda o'g'li. Qarindoshingizda bor. Значит, bularda genda bor. Lekin ancha o'zgarish katta. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bilasizmi, hali endokrinologlar bizga kerak ekan, sababi endokrinologlarimiz ko'pincha o'sha tashxisni yaxshiroq qo'yib berishadi. Asosan soch to'kilishining sababi bizda regionimizda. Mana shu yerda o'tiribdi, mana 4 ta
nechta kishi o'tiribdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Men 100% bilaman, mana shuni 4 tasida endokrinologik muammo bor. 4 kishida soch to'kiladi. Aha. Asosan ayollarda, qizlarda. Kimda bo'lishi Nimaga mumkin? Emas. desak, bularda bizada endemik zona hisoblangani uchun qalqonsimon bez kasalliklari bo'yicha bularda aniq shu muammo bor. Ya'ni yod yetishmovchiligi.